Assalomu alaykum, Dilshod aka sizmi? Ha, men Dilshodman. Menga onangiz aytganlari uchun uylanibsizmi yoki yaxshi ko'rib qoldingizmi? Hozir 1 minut. Ona, bu topgan qizni qurtib bormi nima bo'loku? Yo'q, bacham, TikTokka trend qilaykan. Shuni orqasidan million topaykan. Sen ishlaysan, seni boqadi u. Keldingizmi? Marojniga boraylik. Yuring, yuring. Marojnini romantichni yedirib qo'ya olmaysizmi? Hay. Adashdimmi deyman-da. Alo, ona. Buni qurtib bor desam, bu og'zini ham bajara olmaydi-ku. Bacham, birda pul ko'rgan o'g'zi shunday bo'ladi. Chida, seni boqadi. Hay, chidayman, bir balo qilaman. Voy, dugonam ko'pikda ko'rishib kelay. Mana pim, mana pom, mana pim. Yo, bular urishibdi. Yo, bir-birini ustidan izdivasa qilyapti. Yo'q, to'g'ri akam kelyapti, siz bilan ko'rishmoqchilar. Ha. Aka, mana shu kishi kuyovingiz. Xayriyat, aka, seroznik. Assalomu